Assalomu alaykum azizlar. Bugungi darsimizda Telegramga parol qo'yish hamda uni olib tashlashni ko'rsatib o'taman. Telegramimizga kirib olamiz. Mana azizlar, Telegramimizga kirib oldik. Endi mana bu joydan sozlamalarga kirib olamiz. Mana nastroykaga kiramiz. Va bu joydan mana bu yerda qulf turadi. Qulfga bosamiz, qulfchaga. Va bu yerda kod parol degan joyni bosamiz. Bu yerda ham qulf turibdi. Shu qulfchani ustiga bosamiz. Va mana bu yerga parolimizni yozamiz. Va takrorlab bu yerda ham yozamiz. Va saqlanit kod parollarni bosamiz. Mana azizlar, kod o'rnatildi Telegramimizga. Mana bu tepada qulfcha turibdi. Buni ustiga bossak, mana qulflanadi va qaytib kirishda parolni yozib kirib olamiz. Mana Telegramga kirdik. Endi buni qanday olib tashlashni ko'rsataman. Va nastroykaga kirish uchun mana bu joyni bosamiz. Nastroykaga kiramiz. Va bu yerdan mana qulfchaga kiramiz. Va bu yerdan kod parol, bu yerda ham qulfcha bor. Shuni ustiga bosamiz. Va parolimizni yozamiz. Подтвердить qilamiz. Отключить kod parola. Qizil joyni bosamiz bu yerdan. Mana отключить bosamiz. Mana azizlar, mana bu joyga qulfcha turgandi. Hozir ana shu qulfcha ketdi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr.